2025 yil 3 oktabrda soat 20 daqiqada Mening yurtim kanalida Qirmizi xonadon yoki Qalbim o'g'risi serialining 166-seriyasi efirga uzatiladi. Bu faqat navbatdagi qism emas, minglab tomoshabinlar kutib oladigan voqea va men aminmanki, bu safar ham tomoshani qaytkazmaydi. Ushbu qismda dramatika yangi choqqiga ko'tariladi. Qahramonlar ichki kurashlari bilan yuzma-yuz keladi, yangi burilishlar esa yurakni tezlatadi. Men hayratdaman, ssenaristlar syujetga shunchalik o'tkir burchaklar qo'shadiki, ortiqcha jimlik yo'q, har so'z, har harakat ma'no bilan to'la. Qirmizi xonadon, ehtiros va dramatizm uyg'unlashgan, insoniy zaiflik va qadr-qimmatlar ochib berilgan va bularning barchasi yurakka tegadi. Aktyorlik ijrosi esa o'zini yo'qotmayapti, obrazlar jonli, samimiy, ularga ergashishni xohlaysan. Bu serial shunchaki ko'ngilochar emas, balki haqiqiy hissiyot, qalbda uzoq qoladigan tajriba.